Ota-onamiz topgan qizga uylanganimiz yaxshimi yoki o'zimiz topganimizga qaysi bir ma'qulroq? Siz aqlliroqmisiz yoki ota-onangizmi? Hayotni kim ko'proq ko'rgan? Bu degani endi yoqmasa ham ota-onangiz topganiga uylaning demoqchi emasman. To'g'ri, yoqtirib olish kerak. Ko'rib, yoqtirib olish kerak. U yoqtirib degani u 1-2 yil gaplashib degani emas, 1-2 oy gaplashib degani emas. Ota-onangiz topsin. Bo'ldi, ona, sizga yoqdimi shu qiz? Men ham ko'raychi. Ko'ring, uchrashing. Bo'ldi, menga ham yoqdi. Sizga ham yoqdi, menga ham yoqdi. Endi o'zimiz topgan qizgami siz qanaqa qilib topasiz? Internetda topasiz, qayerda topasiz? Bunday javob beringlarchi, qayerda topasiz? Ko'chada tanishasizmi? Farg'ona bog'ida tanishasizmi? Marojxonada tanishasiz, qayerda tanishasiz? U gunoh bilan boshlanib qoladi-da u ish. Gunoh bilan boshlangan oxir qanaqa qilib tugaydi? O'shaning uchun amma xolalar topaversin. Siz erinmay bir boshdan ko'ravering. To'g'risi ham-da.